Yana bitta narsa, Malika o'zida sinab ko'rgan, qizlarida sinab ko'rgan narsani sizlar bilan, ya'ni biz bilan bo'lishar ekan. Agar o'shani effekti yaxshi bo'lmasa, u narsani sotuvga qo'ymas ekan, umuman yo'q bor. Nechta narsalarim, misol uchun, o'zi yomon ta'sir qilgan bo'lsa, menga olib ishlatmasdan sotuvga qo'ymaganman. Haqiqatan zo'r effekt bergan narsalarimni men sotuvga qo'yganman va o'sha odamlarga tavsiya qilganman. O'zimda shu soch problema, o'zimning ikkita qizim bo'lgani uchun aynan shu qizlarimni soch problemalari bo'lmasin deb mana shunaqa ishga qo'l urganman dedi. Va juda ham zo'r qilgan ekansiz. Chunki mana oldimda ikkita qizim bor. O'zim mana mazza qilib mahsulotlaringizdan ishlatyapman va xudo xolisa yana davomiy ishlatish niyatim bor. Chunki effektini ko'rdim. Effektini ko'rgan narsa bilan esa qizlarjonlar masala bilan bo'lishaman va sizlarga tavsiya etaman. Sinalmagan, ishlatilmagan narsani bilasizlar, masalaga umuman tavsiya qilmayman, umuman bo'lishmayman.